Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan o'quvchilarda 21-asr ko'nikmalarini shakllantirish mavzusida o'z mashg'ulotimizni olib boramiz. Sizlar bilan O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti pedagogika kafedrasi dotsenti Anvar Vahobov ushbu mashg'ulotni olib boradi. Demak, bizga 21-asr ko'nikmalari nima uchun kerak degan savol bilan boshlaymiz. Demak, 21-asr ko'nikmalari umumiy ma'noda 3 ta asosiy ko'nikma to'plamidan iborat. Ya'ni ular o'rganish ko'nikmalari, hayotiy ko'nikmalar va ilmiy savodxonlik ko'nikmalari. O'rganish ko'nikmalariga yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, hayotiy ko'nikmalarga esa hayotimizni muvaffaqiyatli boshqarish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, ilmiy savodxonlik ko'nikmalariga esa o'qish, media va raqamli resurslar orqali yangi bilimlarni egallash va qo'llashda yordam beradigan ko'nikmalar kiradi. Demak, keyingi taqdimotimizda biz ko'rishimiz mumkin 21-asr ko'nikmalar sifatida o'rganish ko'nikmalari demak 4K modeli asosida critical thinking, creativity, innovation, collaboration, communication, ya'ni tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, innovatsiyalar, hamkorlik va muloqot orqali shakllantiriladi. Ilmiy savodxonlik ko'nikmalari esa demak bu yerda biz berib o'tganmiz axborot savodxonligi, media savodxonligi va texnologiya savodxonligi orqali shakllantiriladi. Hayotiy ko'nikmalar esa kirishuvchanlik, moslashuvchanlik, liderlik, mas'uliyat, tashabbuskorlik va o'z-o'zini boshqarish, samaradorlik hamda javobgarlik va ijtimoiy madaniyatlar aro o'zaro ta'sirlar orqali shakllantiriladi. Demak, biz o'rganish ko'nikmalarini yuqorida aytib o'tganimizdek, demak tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, innovatsiyalar, hamkorlik, muloqot orqali shakllanishimizda, demak tanqidiy fikrlashda adolatlik va ochiq fikrlilik, faollik va xabardorlik, savol berishga yoki shubha uyg'otishga tayyorlik, mustaqil bo'lish, qadriyatlarni tan olish va baholash komponentlari orqali tanqidiy fikrlash rivojlanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ijodkorlik va innovatsion ko'nikmalarini rivojlanishida esa ravonlik, ya'ni yangi g'oyalarni yaratish, moslashuvchanlik, ya'ni perspektivni osongina o'zgartirish, o'ziga xoslik, yangi narsani tasavvur qila olish, ishlab chiqish, ya'ni boshqalarning g'oyalariga asoslanib yangi narsalarni ishlab chiqish ko'nikmalari ham rivojlanishiga sabab bo'ladi. Va keyingisi hamkorlik esa bu boshqalar bilan birgalikda samarali ishlash qobiliyati, ya'ni boshqalarning ehtiyojlari va istiqbollarini hurmat qiladigan harakatlarni amalga oshirishda birgalikda ishlashni va natijaga erishishda hissa qo'shishni o'z ichiga oladi. Hamkorlik o'qitish jarayonida qiziqishni rivojlantirishga yordam beradi. Bu madaniy, ijtimoiy, ekologik va atrof muhit muammolarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Va mana shu hamkorlik komponenti orqali ham o'rganish ko'nikmalari birmuncha shakllanishiga sabab bo'ladi. Va sizlar bilan o'rganish ko'nikmalaridagi muloqot komponenti bilan tanishib o'tamiz. Biz hammamizga ma'lumki, muloqot bu insonning o'z fikrini, istaklarini, ehtiyojlarini, xavotirlarini va boshqalarni to'g'ri, og'zaki bo'lmagan tarzda ifodalash qobiliyatini anglatadi. Xulosa o'rnida o'rganish ko'nikmalari tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, innovatsiyalar, hamkorlik va muloqot komponentlarini demak rivojlanishi natijasida shakllanib boradi. Endi biz sizlar bilan ilmiy savodxonlik ko'nikmalarini rivojlanishi, ularni shakllantirish haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu ko'nikmalar ma'lumotlarga, deylik an'anaviy yoki raqamli ma'lumotlarga, ommaviy axborot vositalari va texnologiyalarga kirish, kontent va ma'lumotlarni turli jihatlarini tushunish, tanqidiy baholash hamda samarali tashkil etish, muloqot qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Demak, hayotiy ko'nikmalar esa kirishuvchanlik va moslashuvchanlik, insonni o'z harakatlari va qadamlarini yangi vaziyatga ko'ra o'zgartirish va notanish vaziyatlarda
samarali tarzda odob, axloq va qadriyatlarga amal qilgan holda qobiliyatni namoyon etishni anglatadi. Moslashuvchanlikni yangi muhitga mos keladigan o'zgartirishlar yoki o'zgarishlarni yaratish sifatida aniqlash mumkin. O'quvchilar uchun ularning atrofidagi vaziyatlarga moslashuvchan bo'lish, noqulay vaziyatlarga qaramay oldinga harakatlanish eng yaxshi yechimni topish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar deb tushunish mumkin. Demak, hayotiy ko'nikmalar sifatida biz liderlik va mas'uliyatni ham aytishimiz mumkin. Liderlik bu jamoani boshqarish qobiliyati va haqiqiy dunyo muammolariga nisbatan samarali jamoani boshqarish qobiliyatidir. Bu ko'nikmalar bolaga qat'iyatlilik va mas'uliyat, o'ziga ishonch kabi asosiy shaxsiy fazilatlarni rivojlantirishga qanday yordam berishni, ta'lim olishdagi imkoniyatlarni qanday oshirishni o'rgatadi. Mas'uliyatli bo'lish yaxshi va sezgir inson sifatida kundalik hayotimizga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan muhim ijtimoiy va milliy muammolardan xabardor bo'lishni anglatadi. Inson sifatida bizning asosiy burchlarimiz va huquqlarimizdan xabardor bo'lishga undaydi. Demak, hayotiy ko'nikmalar sifatida biz tashabbuskorlik va o'z-o'zini boshqarishni ham ta'kidlab o'tishimiz zarur. Tashabbuskorlik ko'nikmasi ishni mustaqil ravishda boshlash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu o'quvchiga o'z rivojlanish yo'lini topishda yordam beradi. O'z-o'zini boshqarish esa bu o'z-o'zini rag'batlantirish va tashabbus ko'rsatishda halollik bilan ishlash qobiliyati bilan belgilanadi. Hayotiy ko'nikmalar sifatida samaradorlik va javobgarlik o'quvchida ma'lum vaqt oralig'ida har qanday vazifani samarali bajarish deb tushunish mumkin. Ya'ni javobgarlik deganda har qanday topshiriq uchun mas'uliyatlilikni his qilish tushunilishi mumkin. O'quvchida bu ko'nikmalarni rivojlantirish uni samarali ishlashiga yordam beradi. Shuningdek, o'z harakatlari uchun javobgar bo'lish orqali boshqa tengdoshlari o'rtasida unga nisbatan ishonch paydo bo'ladi. Demak, hayotiy ko'nikmalar sifatida ijtimoiy va madaniyatlar aro o'zaro ta'sir komponentini ham aytib o'tish zarur. Bular turli xil ijtimoiy va madaniy muhitlarda muloqot qilish, hamkorlikda va samarali ishlash qobiliyatlari bilan belgilanadi. Demak, kirishuvchanlik va moslashuvchanlik, liderlik va mas'uliyat, tashabbuskorlik va o'z-o'zini boshqarish, samaradorlik va javobgarlik, ijtimoiy va madaniyatlar aro o'zaro ta'sir bu demak 21-asr ko'nikmalariga yaqqol misol bo'la oladi. Demak, biz sizga taqdim etgan ma'ruza matnlari va amaliy topshiriqlar, mustahkamlovchi savollar va testlar orqali quyidagi mashg'ulotimizni yana mustahkamlab olishingiz mumkin. E'tiboringiz biz uchun muhim.